Yurtimizda barcha sohalarda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilyapti. Ilmiy izlanish va yangicha yondashuvlar asosida ish yuritishni davrning o'zi taqozo etmoqda. Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot institutining asosiy maqsadi boshoqli va dukkakli don, yem-xashak va ozuqa, moyli va noan'anaviy ekinlar genetikasi va seleksiyasi, o'simliklar milliy gen banki, urug'chiligi, urug'shunosligi, yangi navlarni yetishtirish agrotexnologiyalari, o'simliklarni himoya qilish, o'simliklar fiziologiyasi va o'sishni sozlovchi regulyatorlar, o'simliklar biokimyosi va sifat ko'rsatkichlarini baholash, organomineral o'g'itlar va agrokimyoviy yalpi tahlillar, fitotron va genom texnologiyalari almashlab ekish va tuproqqa ishlov berishdan iboratdir. Shuningdek, o'simliklarning suv talabi va sug'orish texnologiyalari va boshqa sohadagi asosiy masalalarni hal etishga qaratilgan muhim nazariy, amaliy, innovatsion ilmiy tadqiqotlarni olib boradi. Amaliy tavsiyalar ishlab chiqadi va joriy etish uchun taqdim etadi. Institutning asosiy faoliyati fitotron, genom texnologiyalari va dala tajribalari asosida boshoqli va dukkakli don, yem-xashak va ozuqa, moyli va noan'anaviy ekinlarning kasallik va zararkunandalarga chidamli, hudud tuproq iqlim sharoitlariga mos bo'lgan tezpishar, serhosil, shuningdek, hosil sifati yuqori bo'lgan raqobatbardoshli yangi navlarni yaratish, o'simliklarning milliy gen bankini rivojlantirish, yaratilgan yangi navlarning birlamchi boshlang'ich urug'chiligi tizimini tashkil etish va urug'shunoslikda ilg'or usullarni rivojlantirishdan iboratdir. Mintaqalarning tabiiy iqlim sharoitlariga javob beradigan xorijiy va mahalliy boshoqli va dukkakli don, yem-xashak va ozuqa, moyli va noan'anaviy ekinlar navlarini tanlab olish va joylashtirish bo'yicha takliflar tayyorlash hisoblanadi. Bundan tashqari, organomineral o'g'itlar va agrokimyoviy tahlillar asosida resurs tejamkor va tuproq unumdorligini saqlovchi, almashlab ekish, tuproqqa ishlov berish va sug'orish agrotexnologiyalarini ishlab chiqish, noan'anaviy qishloq xo'jaligi ekinlarini sinash asosida qishloq xo'jaligi ekinlari diversifikatsiyasini rivojlantirish, begona o'tlar florasi, zararli organizmlar, ularning migratsiyasi va ularga qarshi himoyalovchi uyg'unlashgan usullarni ishlab chiqish va amaliyotga keng joriy etishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Institutda jami 56 nafar ilmiy texnik xodimlar, shundan loyihalarni bajarishda va ilmiy tadqiqotlar olib borishda 23 ta ilmiy xodim faoliyat yuritmoqda. Shundan ilmiy darajaga ega xodimlar soni 13 nafarni tashkil qilib, ulardan 3 nafari fan doktori, 15 nafari fan nomzodlari va qishloq xo'jaligi bo'yicha falsafa doktorlaridir. Doktorant Ma'ruf Xushvaqtov Qashqadaryo viloyatining ekstremal tuproq iqlim sharoitiga mos g'o'za navlarini seleksiyasida turli genotipga ega duragaylarni samaradorligi mavzusi doirasida ilmiy tadqiqotlar o'tkazmoqda. Ayni kunlarda yosh tadqiqotchi g'o'za tajriba maydonida fenologik kuzatuvlar olib borayapti. Men hozirgi kunda Qashqadaryo viloyatining murakkab, ya'ni ekstremal tuproq iqlim sharoitlariga mos yuqori hosildorliklarga sifatli va barqaror g'o'za navlarining yaratish ustida ilmiy ish olib bormoqdaman. Maqsadimiz iqlim o'zgarishlariga chidamli, hosildorligi yuqori, kasalliklarga bardoshli navlarning seleksiyasini tatbiq qilish ustida ilmiy ish olib bormoqdaman. Bu yo'nalishda biz 148 xil duragay tizmalar sinovidan o'tkazmoqdamiz. Ularning har biri turli genotiplarga ega bo'lib, har xil tuproq iqlim sharoitlariga o'ziga xos moslashuvchanligini namoyon etmoqda. Bu esa bizga seleksiya jarayonida boy genetik materiallarni bazasini yaratishga imkon bermoqda. Tadqiqotlarimiz davomida ayrim tizmalarning ekstremal sharoitlarga ham yuqori natijalarni ko'rsatganini kuzatmoqdamiz. Bu esa kelajakda Qashqadaryoning issiq, qurg'oqchilik va sho'rlanishga moyil hududlarida barqaror g'o'za yetishtirish imkoniyatini namoyon etmoqda. Tanlangan bitta asosiy navimiz bu tizmalarning genetik asosini tashkil etadi. Uning ustunligi jihatlari, masalan, yuqori hosildorlik, erta pishish yoki kasallik chidamli xususiyatlari orqali duragaylarda ijobiy belgilarini mustahkamlashga erishmoqdamiz. Bu ilmiy ishimda nafaqat seleksiya sohasi, balki butun viloyatimiz paxtachilik rivojiga katta hissa qo'shadi deb ishonamiz. Tadqiqotlarimiz davomida 148 xil duragay tizmalar ustida ish olib borgan bo'lsam, ularning asosiy yutuqlari hosildorlik jihatdan yuqori natija berganligi, Andijon navimizga nisbatan, Buxoro bizniki navimizga nisbatan 10-15% yuqori hosildor berganligini ko'rdik. Erta pishar duragaylarimiz ba'zi tizmalarimiz 7-10 kun oldin yetilishiga
ulgurganiga, bu esa agrotexnik ishlarni optimallashtirishga xizmat qiladi. Issiqqa chidamli tizmalarimiz, ayniqsa 40 gradusdan yuqori haroratlarda ham vegetatsiya bosqichini yaxshi o'tgan tizmalarni kuzatdik. Sho'r tuproqlarga moslashgan duragalarimiz, tole sifatli yuqori duragalarimizni va kasallikka chidamli tizmalarimizni, ayniqsa vertisiliz va ildiz chirishga qarshi genetik barqaror ko'rsatgan kombinatsiyalarimiz ham borligini kuzatdik. Bu tizmalarning eng yaxshi ko'rsatkichlarga ega bo'lgan seleksiya yo'li bilan keyingi bosqichlarga tavsiya qilinmoqda. Ular kelajakda yangi navlar yaratishga genetik asos bo'lib xizmat qiladi. Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot institutining sug'oriladigan maydonlarida kuzgi yumshoq bug'doyning 2816 ta, qattiq bug'doyning 2529 ta, nahorgi yumshoq bug'doyning 1580 ta, arpaning 60 ta, no'xatning 50 ta, fasolning 143 ta, yasmiqning 90 ta, mahsarning 65 ta, zig'irning 155 ta, kunjutning 40 ta, soyaning 80 ta, moshning 70 ta va lalmikor maydonlarida kuzgi yumshoq bug'doyning 210 ta, qattiq bug'doyning 130 ta, bahorgi bug'doyning 1605 ta, arpaning 93 ta, no'xatning 220 ta, fasolning 143 ta, yasmiqning 66 ta, xashaki no'xatning 75 ta, mahsarning 65 ta, zig'irning 155 ta, kunjutning 40 ta va kunga boqarning 20 ta nav va duragaylarda tadqiqotlar o'tkazilyapti. Siderat ekinlarining tuproq unumdorligi va g'o'za, soya, mosh ekinlarining mahsuldorlik ko'rsatkichlariga ta'siri mavzusidagi ilmiy izlanishlari doirasida janubiy iqlim sharoitida yer unumdorligini oshirish bo'yicha ilmiy tajribalarga tayanilmoqda. Kuzgi siderat ekinlar bu borada eng maqbul tanlov. Tuproq unumdorligini oshirishda siderat ekinlari organik o'g'it sifatida foydalanilsa, kelgusida qishloq xo'jaligi ekinlari uchun, ayniqsa paxta, moyli va dukkakli ekinlardan mo'l hosil olish imkonini beradi. Ayni damda tuproqshunoslik va agrokimyo laboratoriyasi doktoranti Dilmurod Beknazarov tajriba maydonida kuzgi siderat, javdar va xantal ekinlaridan keyin ekilgan asosiy ekinlar g'o'za, soya va mosh o'simliklarida fenologik kuzatuvlar o'tkazmoqda. Bugungi kunda Qashqadaryo viloyatining ochisi bo'z tuproqlar sharoitida kuzgi siderat ekinlarini ekib, tuproq unumdorligini oshirish va asosiy ekinlardan g'o'za, soya, mosh ekinlar mahsullari ko'rsatkichlarini oshirish. Bugungi kunda faqatgina o'simliklarni hosildorligini oshirish emas, tuproq unumdorligini oshirish. Kuzgi siderat ekinlardan javdar va xantal o'simliklarini ekib, kuzda ekib va bahorda shudugar qilish va biomassasini miqdorini oshirish. Biomassani 350-400 sentrga oshirib, shudugar ostiga haydab yuborish bilan birgalikda tuproq tarkibida gumus miqdorini oshirish. Gumus miqdori esa ochiq suv tuproqlar tarkibida gumus miqdori kamayib ketgan. Shuning uchun Qashqadaryoda gumus miqdorlarini oshirish, nafaqat ochiq suv tuproqlar, boshqa qumoq tuproqlarda ham oshirish maqsadga qo'yilgan. Bugungi ilmiy tadqiqot ishimizda mana shu kuzgi siderat ekinlarini ekib, tuproq unumdorligini oshirib, g'o'za, soya, mosh ekinlarini hosildorliklarini oshirib, fermer va dehqon xo'jaliklarga tavsiyalar berib, tuproq unumdorligini oshirish, ikkita siderat ekinlarini ekib, tuproq tarkibidagi tuproq g'avaqligini, suv o'tkazuvchanligini ham yaxshilash bilan birgalikda natijalarda ko'rindi bu narsalar. Qashqadaryoning Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot institutining davlat tajriba maydonida olib borgan tadqiqotlarimizda ham 3 yillik tadqiqotlarimizda mana shu natijalar o'rgandik va bu tadqiqotlarni olib bordik. Bu tadqiqotlarda yaxshi natijalarga erishdik. Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi tashabbusi bilan xorijdan olib kelingan texnik ozuqa hamda yem-xashak ekinlari Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot institutining tajriba maydonlarida parvarish qilinmoqda. Tadqiqotning asosiy maqsadi xorijiy navlarni janubiy mintaqaning tuproq iqlim sharoitiga moslashtirish, chorvachilik uchun unumdor va foydali turlarni aniqlab, amaliyotga tatbiq etishdir. Bu jarayon mintaqada chorvachilik uchun ozuqa bazasini mustahkamlash, suv va iqlim o'zgarishlariga chidamli ekinlarni joriy etish hamda yil davomida sifatli ozuqa bilan ta'minlash imkonini beradi. Shuningdek, xalqaro tajribalarni milliy seleksiya ishlari bilan uyg'unlashtirish orqali o'ziga xos barqaror agrotexnologiyalarni yaratishga xizmat qiladi. Institutning texnik va ozuqa ekinlar seleksiyasi laboratoriyasi mudiri Bekzod Azizovning ilmiy izlanishlari ayni shu maqsadlarga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Texnik ozuqa va yem-xashak ekinlarini asosiy muddatda ekib, yuqori hosil olish hamda chorvachilik uchun oqsil miqdori yuqori, ozuqa birligi yuqori bo'lgan hamda takroriy sifatda ekiladigan ekinlarimiz suv sarfini tejagan holda, issiqlikka chidamli, erta pishar ekinlarimizda
hozir ajratish hamda chorvachilik uchun yil davomida yuqori biomassa beradigan yem bazasini yaratish hozirgi kunda dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazarda biz Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot institutining tajriba maydonida qishloq xo'jaligi bilim va innovatsiyalar milliy markazidan keltirilgan 20 dan ortiq turli xil ekinlar keltirilgan. Bu ekinlarimiz asosan xorijiy ekinlar hisoblanadi. Ya'ni bu makka jo'xori, biyonka, tef kabi bir qancha ekinlarimiz keltirilgan. Bu ekinlarimizdan asosiy ko'zlangan maqsad o'zimizning respublikamiz janubiy mintaqalar sharoit moslashuvchanligi, issiqlikka chidamliligi, yuqori biomassa beradigan ekinlarimizni alohida tanlash maqsadida bu ko'rgazmali ko'chazorlarimiz tashkil etildi. Bundan tashqari bizning texnika va oziq ekinlar seleksiya laboratoriyasida 2 ta tayanch doktorantimiz tahsil oladi. Bu doktorantlarimiz quyidagi ekinlarimiz, ya'ni arpaning 80 dan ortiq ekin turlarimiz hamda tritikalining 90 dan ortiq nav va tizmalari ekilmoqda. Bundan tashqari javdarning 10 dan ortiq nav ekinlar tizmalari ekib kelinmoqda. Bundan tashqari biz arpaning hozirgi kunda yuqori biomassa berish maqsadida, yuqori sils olish maqsadida hamda don uchun ham asosan 2 ta navimizda davlat nav sinoviga topshirganmiz. Ya'ni bu asosan 60-70 sentner beradigan, yotib qolishga, hozirgi kunda tashqi muhit omillariga chidamliligi bo'yicha Sulton hamda Osiyo navlarimiz topshirilgan. Bundan tashqari tritikalining ham yangi asr navimiz ham qishloq xo'jaligi davlat nav sinoviga topshirilgan. Hozirgi kunda aholini go'shtga bo'lgan talabi, sutga bo'lgan talabi hozirgi kunda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida biz chorvachilikda hamda yem bazasini yaratish maqsadida hozirgi kunda Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot institutida bundan tashqari 2 ta loyiha yutib olingan. Bu loyihalarimiz asosan beda bo'yicha hamda makka jo'xori ekinlarimizda o'zimizning mintaqalar sharoitiga chidamliligi hamda yuqori biomassa berish, yuqori hosildorligini oshirish bo'yicha hamda urug'chiligi tashkil etilgan. Asosiy muddatda ham takroriy sifatda ham ekinlarimizda o'zimizning janubiy mintaqalar sharoitida moslashishini o'rganish maqsadida hozirgi aynan takroriy sifatda ekilgan ekinlarimizda ko'rishingiz mumkin. Bu ekinlarimiz orasidan yangi ekinlarimiz bu tef ekinimiz respublikamizda ilk bor oqsil hamda oziqa birligi yuqori bo'lganligi sababli bu tef ekinimizda hozirgi kunda o'zimizda moslashishni o'rgangan holda urug'ini ko'paytirib, urug'chilikni tashkil etishdan iborat. Takroriy sifatda ekilgan ekinlarimizdan barcha ekinlarimiz orasidan bu tef ekiniga asosiy urug'i qaratdik. Bu ekinimiz Belorusiyadan keltirilgan bo'lib, bu ekinimiz oqsil miqdori hamda oziqa birligi yuqoriligi bo'yicha bu tef ekinimizda urug'chiligi, ya'ni tashkil etilmoqda va bu o'z navbatida tajriba jarayonlar bosqichma-bosqich davom etmoqda va kuzatuvlar davomida tahlillar yanada olib borib beriladi. Institutda belgilangan yo'nalishlarda izlanish va tadqiqotlar olib borilyapti. Buning uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Tritikalining qurg'oqchil va sho'rlanishga bardoshli don hosildorligi va ozuqaviyligi yuqori bo'lgan boshlang'ich ashyolarni yaratish mavzusida ilmiy ish diqqat e'tiborimizda bo'ldi. Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti tajriba maydonida tritikalining qurg'oqchilik va sho'rlanishga bardoshli don hosildorligi va ozuqaviyligi yuqori bo'lgan boshlang'ich ashyolarni yaratish mavzusi bo'yicha ilmiy ish olib bormoqdaman. Hozirgi kunda Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot institutida keng imkoniyatlar bor. Bunda yosh olimlar uchun juda keng imkoniyatlarga ega. U yerda har xil laboratoriyalar bo'lib, u laboratoriyalar zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan. Bu sharoitlardan biz yosh ilm izlanuvchilar laboratoriya uskunalaridan foydalangan holda o'zimizning tajribalarimizda analiz qilib, tadqiqot natijalarini ko'rib yozib bormoqdamiz. Donli ekinlardan bo'lgan hozirgi kundagi tritikali o'simligi bo'yicha ishlamoqdaman. Bu bo'yicha ilmiy ishim mavzusi tritikalining qurg'oqchilik va sho'rlanishga bardoshli, don hosildorligi va ozuqaviyligi yuqori bo'lgan boshlang'ich ashyo yaratish. Bunda tritikalining hozirgi kunda qurg'oqchilikka chidamliligi bo'yicha, sho'rga chidamliligi bo'yicha izlanishlar olib bormoqdaman. Hozirgi kunda chetdan keltirilgan har xil nav va tizmalar o'rganilib, o'shalar ichidan tanlab olyapman. Tritikalining don hosildorligi va ozuqaviyligi yuqoriligini tadqiqot natijalarimizda o'rganib boramiz. Har qanday ilmiy izlanishga asoslangan yondashuvlar innovatsiya hisoblanadi. Institutda amalga oshirilayotgan jarayonlar yangicha qarash va munosabatlarni shakllantirishga xizmat qiladi.